E'tibor markaziylarni 4 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan yangi qurilgan uyga qaratamiz. Qadrdonlar, sizlar bitta videoga like bosib qo'ysanglar, men narxlar bilan aytib o'taman. Har doimgidek kirib-urishdan boshlarkanmiz. Uyimizga kirib-urish juda ham kattagina, keng darvozaxona kirib kelishimizda hovlimizning kengligiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Kattagina yashil hududlari, chiroyli archalar, palivlari bilan juda ham zo'r sharoit qilib qo'yishibdi. Endi bu yerdagi alohida imoratni ko'rasizlar. Bu imoratimizning ichida hovli uchun hojatxona va uyimizning isitish tizimlari ham aynan shu xonada joylashtirilgan. Naves ostida kattagina, keng, hamma sharoitlarga ega yozgi oshxona. Mana bu tapchanlarni qo'yib olib o'tirsa boshqacha bo'ladi deb, baribir keng hovlida. Ikkita eshik, birinchi eshik to'g'ridan-to'g'ri bizani oshxonaga olib kirsa, ikkinchi eshik asosiy kiruverish hisoblanadi. Ichkarini ko'ramiz. Ketdi. Uyga kirib kelishimizda yorqin living room bilan boshlanyapti. Qadrdonlar, qaranglar qanaqa sharoitlar qilib qo'yilgan. Kelinglar, birinchi ko'ramiz. Mana shu o'ng tarafdagi xonani ayollarimiz uchun mo'ljallangan mebel, texnika, stol, stullari bilan oshxonamiz bo'lsa, bu living room orqali marhamat mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan stol, stul, parda, gilamlari, hamma narsasi tayyor, kattagina keng mehmonxona. Bu yoqdan zinalarni ko'ramiz. Yerto'lamizga tushganimizda juda ham chiroyli, taxminan 45 kvadrat metr kattalikda namozxona joylashgan. Endi birinchi qavatimiz uchun umumiy marhamat yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'ramiz. Buni yonginasida bo'lsa, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ikkinchi qavatimizda 5 ta xona bor. Zinadan chiqqanda chap tarafdagi birinchi xonani ko'ramiz. Marhamat, buni endi bolalarga yotoqxona qilib bersak bo'ladi va uyimizning ikkinchi living roomini ko'ramiz o'rtoqlar. Bu yerda ham bemalol divanli zona qilib ham foydalansak bo'ladi. Endi zinadan chiqqanda o'ng tarafdagi ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xona bu ota-onalar uchun mo'ljallangan mana shunaqa asosiy yotoqxona. Buni ichida o'zini mana shunaqa ko'rinishda juda ham chiroyli yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan ikkinchi kichkinagina mehmonxonamiz. Endi bu yoqda yana ikkita xona bor. Bu ikkita xonaga kirishdan oldin biz umumiy sanuzulni ko'ramiz. Buni yonginasida navbatdagi 4-xonamiz va ikkinchi qavatimizdagi bu 5-xonamiz bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Qadrdonlar, bu uyimizning manzili Uchqahramon Obod mahallada, Uchqahramon postidan taxminan 4,5 kilometr uzoqlikda. $240,000 chiqarilgan uyimiz. Egalar bilan gaplashib $230,000 chiqardik. Quruvchilar nomeri pastda bo'ladi. Tepasida kelib savdo qilaverasizlar. Mashalloh, qadrdonlar, mana uyni qaranglar, kattaligini. 2019 shu 2020-yillarning orasida egalari ko'chib kirishgan ekan uyga. Mana hol kattaligini qaranglar, patoloklarni. Voy-vo, usta akalarimiz qancha mehnat qilishgan ekan. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan birgalikda 6 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu kattagina hashamatli uyni ko'rib chiqamiz. Bitta videoga like bosib qo'ysanglar, men har doimgidek narxlari bilan aytaman. Kelinglar, endi birinchi bo'lib oshxonani ko'ramiz. Mana eshiklar, oynalarni hammasini qimmatidan qilishgan ekan. Mebel, texnika, stoleshniца, stol, stullar, konditsioner, kamera, televizor, hamma narsasi tayyor holatda, italyanskiy aboylar ishlatilgan. Mana kiribga urishdagi eshik romlarga maza qildim-da. Hammasi eng zo'rlaridan qilingan ekan. Mana bu yerda katta dekorativni oyna. Endi marhamat, bu mehmonxonamizni ko'ringlar. Kattagina mehmonxonamiz, patoloklarimiz juda bir chiroyli turlangan, polomatoviy attachentlar qilingan. Voy, har bitta mana gullar, tilla, kraskalar bilan chizib chiqilgan. Qo'yilmisizlar, pollariga ham ahamiyat beringlar. Bu katta mana mehmonxona bo'ldi, oshxona bo'ldi. Endi uyimizning yerto'lasi ham bor. Mana yerto'laga bu yoqdan ham tushsak bo'ladi, tashqaridan ham tushsak bo'ladi. Yerto'lasi yaxlit qilib xonalarga bo'lib qo'yilgan ekan. U yoqlar ham tepli pol qilingan va uyimizning isitish tizimlari, atapleniya ham aynan shu yerto'lada hammasi italyanskiy eng zo'rlardan qo'yilgan ekan. Endi bu tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zining ichida sanuzuli bo'lsa, bu yoq tarafdagi xonada birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzul joylashgan. Biz bo'lsa tepaga chiqamiz. Ketdi, mana tepalarni ham ko'rsatib ketasiz, hurmatli operator. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda 4 ta xona bor, o'rtoqlar. Chap tarafda 2 ta xona, bittasini o'zini tualeti, ikkinchisini oldi tarafga qaragan balkoni bor. O'ng tarafga o'tganimizda yana 2 ta xona, bittasini ichida sanuzuli, ikkinchisini ham ikkinchi oldi tarafga qaragan balkoni. Endi uyimizni tashqi tarafdan ko'ramiz.
Qadrdonlar, imoratimizni hovlidan ko'ringlar. 3 metr balandlikda buni mansardasi ham qilingan ekanda. Umumiy uyimizning maydoni 6 sotkga tushgan. Olmazor tumani Mevazor mahallasida bo'lyapti. Mana landshaftlarga, o'rtadagi fontanlarga kirish, asosiy eshik naveslariga to'g'risi maza qildim. Odamlarni yashashli uy ekan. Hop, endi narxi nech pul desanglar, $435,000 so'rashyapti. Kelishiladigan joylar bo'ladi albatta. Pastda nomerli bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Okamizda mana shu imoratga $80,000 sarflagan ekanlar. O'rtoqlar, 570 kvadrat metr kattalikda imoratimiz. Bu mahallada aniq aytolmayman, aynan bu ko'chada bir sotuv yer narxi $30,000 dan kam emas. Bir ikkita aqllilar chiqib, menda 20,000 dan bor desanglar, men hozir shunday pul sanab sotib olaman. Endi kelinglar, uyni bitta ko'ringlar. Men video davomida nech pul narx aytaman, keyin o'zingizlar xulosa chiqarasizlar. Uyimizning kiraverish kattagina darvozaxonasi juda ham baquvvat, qimmat darvozalar qo'yilgan. Endi men navesi ham hurmatli operator sal ko'tarib bitta ko'rsatib berasiz. Ko'rasizlar qanaqa taxtalar ishlatilgan. Bu yerda endi tapchallar qo'yib qo'yilgan, yozgi oshxonaga mo'ljallangan joy, hojatxona, yashil hudud. Mana shu darvozaxonamizning teglari bilan, hovlimiz bilan yerto'lamizni katta qilingan. Qo'yilmisizlar, yerto'laga bu yoqdan ham tushiladi, uy ichidan ham tushiladi. Endi kelinglar, ichkariga kiramiz. Har bir qavatimiz, ya'ni birinchi qavat, ikkinchi qavat, mansardniy qavatimiz 130 kvadrat metr kattalikda, yerto'lamiz 180 kvadrat metr kattalikda, o'sha hovli bilan qilingan hisobiga. Kiraverish kattagina hol, bu yoqda oshxona uchun mo'ljallangan kattagina xonani ko'rasizlar. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu yoq tarafdan zinalarni ko'ramiz, tepaga va shu bilan birgalikda yerto'laga tushsak bo'ladi. Kattagina mehmonxonamiz, uyimizning orqa tarafida havo aylanishga joy qoldirilgan. Mana devorlarning qalinligiga ahamiyat beryapsizlarmi? 1,5 g'isht qilingan. Endi bu tarafda umumiy sanuzulni ko'rsak, buni yonginasida o'zini dushovoy xonasi bilan yotoqxona bo'ladi. Bizda bo'lsa endi tepaga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ikkinchi katta holni ko'ramiz. Bu yoqdan balkonga ham chiqsak bo'ladi. Ikkinchi qavatimizdagi birinchi xona, buni yonginasida umumiy sanuzul, buni yonida ikkinchi xona va bu yoqdagi mana uchinchi xonani ko'rishingiz mumkin. Endi yana tepaga chiqamiz. Ketdi. 3 ta g'ishtga chiqib olganimda ham boshim mansardani eng past joyiga tegmayapti. Bu degani 2 metrdan baland mansardani eng past joyi bitta, ikkita, 3 ta rom bor va bu yoq tarafdan yana xonalarni ko'ramiz. Sanuzul birinchi xona mansardadagi, bu ikkinchi xona orqa tarafga qaragan, ikki yoq tomonlama ochiladigan romli, tepalarni ham bitta ko'rsatgan ukam. Qurilish bo'lsa mana shunaqa bo'libdi. Qadrdonlar, bu uyimiz Keles BYD'ning shundoqqina orqasidagi yangi mahallada joylashgan. Taqalgan narxi $169,900. Endi tepasida kelib naqd pul bilan savdo qilsanglar, balki kelishiladigan joylari bo'ladi. Aniq ayta olmayman, narxiga arziydigan dodda uy ekan. Ikkita aka-uka yonma-yon proyektimiz, qadrdonlar, xohlasanglar buni yonida sizlarga ko'rsatganimiz, xohlasanglar mana bu burchakdagi ko'rasizlar, fasaddan juda chiroyli, haqiqatda baquvvat qilingan ekan. Tanlov endi o'zingizlarda. Yunusobod tumanining Katta Hasanboy mahallasidan 2,4 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu uyni ko'rsatamiz qadrdonlar. Video davomida men har doimgidek narxlari bilan aytaman. Sizlar bo'lsa bitta like bosib yuraychani qizartirib qo'yinglar. Kiraverishni ko'radigan bo'lsak, kattagina darvozamiz, uyga kirib kelganimizda chap tarafda bitta hojatxona va yashil hudud qoldirilgan. Endi marhamat, 2 qavatli imoratimizni ko'ringlar. Buni yerto'lasi ham yaxlit qilingan, taxminan shu 280 kvadrat metr kattalikda. Bu yoqda kattagina terassasi ham bor. Shaxsan o'zimga mana shunaqa terassali uylar yoqadi-da. Sizlargacha izohlarda yozib qoldiringlar. Endi uyga kirib kelar ekanmiz, bu uyimizning zo'r tarafi, o'zingizlar xohlaganda bemalol ta'mirdan chiqarib olsanglar bo'ladi. Kattagina living roomni ko'ramiz. Gipskardonlar, elektrikalar bitkazib qo'yilgan. Endi kirganimizda o'ng tarafdagi birinchi ko'radigan xonamiz ayollarimiz uchun mo'ljallangan, kattagina keng, mana shunaqa ko'rinishda oshxona bo'ladigan bo'lsa, bu yoq burchagimizda qaranglar, shunaqa ikkita xonaga bo'lingan ekanda, mana bu yoqda kir moshinalar qo'yib, prachniy qilib foydalaniladi va ichkarisida kattagina sanuzuli joylashgan, bu umumiy hisoblanadi. Endi bu tarafdan biz yerto'laga ham tushsak bo'ladi, tepaga ham chiqsak bo'ladi, zinalarni ko'rasizlar. Bu yoqda oxirgi xonamiz, xohlaganlar buni yotoqxona, xohlaganlar kattagina mehmonxona qilib olsa ham bo'ladi. Endi men o'zimga yana bitta yoqqan joyi, bu uyimizning orqa tarafida bunaqa kichkina imorat qilingan ekanda, binochi. Buni ichiga uyimizning isitish tizimlari joylashtirish mo'ljallangan. Endi tepaga chiqamiz. Ketdi. Ikkinchi qavatga zinadan chiqqanimizda o'ng tarafdagi navbatdagi xonani ko'ramiz. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonamizning bu yoq burchagida kichkinagina bir terassachasi bor ekan. Endi davom etamiz.
Xo'p, keyingi xonamizni ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzul bo'ladi. Bu yerda keyin shunaqa joy qoldirilgan. Bilmadim endi kimdir masalan divanli zona qilib qo'yish mumkin, o'tiriladigan joy. Va bu tarafdan navbatdagi xonani ko'ramiz. Bu yerdan balkonga plus terrasaga chiqib ketsak bo'ladi. Mana bu yerda garderob uchun joy mo'ljallangan ekan. Endi xohlaganlar pergorodkalarni o'zgartirib ham o'ziga to'g'rilab olsa bo'ladi. Bu oxirgi xonamizni men o'zimga mana shu xona yoqdi. Sababi mana terrasaga chiqiladi. Yunusobod Katta Hasanboy mahallasining eng nufuzli ko'chasi. Yaqinroq olib kelaylik. Mana oldini ko'ryapsizlarmi? Oldida katta mana bunaqa bog'lari bor. Narxi nechi pul deysizlarmi? O'rtoqlar $150 ming taqalgan narx qilib chiqaryapmiz. Bilasizlar, har doim uy egalarining nomerlari video ostida aloqaga chiqaverasizlar. Bozorchi akalar bormi? Qadrdonlar, bu videoni maksimalni bozorchi akalarga tarqatib qo'yinglar. Zangio'ta tumani Solnishniy Quduq mahallaga kelganmiz. Mahallamizni fayzini qaranglar. Asfaltlar qilingan, har yoqda bolalar o'ynab yuribdi. Hammasi bu yoqda o'zbekona, zo'r mana bunaqa uchastkalar ekanda. Ko'rishingiz mumkin bu tarafdan ko'chalarimizni 7 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shunaqa yangi imoratlari qurilgan, uy sotuvga qo'yilgan. Men hozir narxlari bilan aytib o'taman. Abu Saxiy bozorga ham yaqin joyda joylashgan ekan. Ketib ko'ramiz uni ichkaridan. Uyimizga kiraverish kattagina keng darvozaxona, tepalarini ko'rsataylik. Akalarimiz lekin qurilishni zo'r qilishgan ekan. Yangi to'sinlardan qilib mana bunaqa naveslar qilib qo'yilgan. Bu tarafda alohida imorat. Kirganimizda bitta xona, buni yonida 2, naryoqda 3-chi katta mehmonxona, tashqariga qaragan romlar. Endi hovlisini ko'rishingiz mumkin. Tekis to'rtburchak ekan yer maydonimiz. Endi hozir mana o'tlar o'sib ketgan. Endi bu tarafda imoratga keladigan bo'lsak, mana bu yoqda bitta katta xona, bu menimcha ikkinchi mehmonxona bo'lsa, buni yonida keyingi ikkinchi xona, buni yonida 3-xona, menimcha bu oshxonaga mo'ljallangan. Buni yonida hammom, tualetlar joylashtirilgan. Ani katta hovlida maza qilib yashayman degan bozorchi akalarimizga zo'r ekan. Endi keyinchalik naryoq tarafdan ham bu yoqqa qaratib uchastkalarni qurib olsak bo'ladi. Xo'p, endi narxi nechi pul desanglar, $125 ming so'rashyapti. Endi tepasida kelib naqd pul bilan albatta savdo qilinadi. Bilasizlar, har doim joyi egalarining nomerlari video ostida bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.